أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. alloh taoloning iltifoti bilan sura Al Imronning 102 oyatiga keldik. İlgirki oyatda alloh taolo e, Allohning org'amchisiga chin esilish haqida bizga nim berib buyruq berib o'tgan. Yine va'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Bu oyatni bugun endi o'qiymiz, endi o'qiymiz. Va'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Buni oldidagi oyat Alloh taolodan haqiqiy qo'rqish mazmundagi oyat yani. Ya eyyuhellazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ve la temutunna illa ve entum muslimun. Ey iman etgan müminler, Allah'tan haqiqiy ravishda qo'rqinglar ve sizler fakat Müslüman bo'lgan holinglarda o'lib ketinglar dedi. Yine haqqa tuqatihi degan haqiqiy ittaqo'ninki maf'ulun mutlaq bo'ldi bu hamda. Yani ittaqoni bir kuchlantirishda Allohdan qo'rqish. Qanday ravishda qo'rqish desa, alloh taologa itoat qilinishi, osiylik qilinmasligi, shukr qilinishi, kufrlik qilinmasligi, alloh taoloni davomli zikr qilinib turishi, unutilib qilinmasligi. Ya'ni mo'minlar mushunda holatda alloh taolodan qo'rqish kerak. Nima uchun mushunda holatda Allohni haqiqiy ravishda qo'rqinglar deganlik bo'ldi. Yani sahobalar dediki, ey Allohning payg'ambari, bunda qilishga kimmo taqat qila oladi, kimning kuchi yetadi deganda bu oyat mansub qilindi Alloh taoloning fattaqulloha mastata'tum degan so'zi bilan deydi. Ya'ni Alloh taolodan kuchinglarning yetish qo'rqinglar degan oyat bilan ilgirisi mansub qilingan amaldan qoldirilgan demoqchi. Va la tamutunna illa va antum muslimun. Endi o'lib ketmangsizlar, faqat musulmon bo'lgan holinglarda o'lib ketinglar. Ya'ni muslimun degan muvahhidun. Ya'ni Allohning birlik borligiga ishongan tavhid aqidasidagi holatda o'lib ketinglar. Yine bu nurg'a yerda ta'kidlandi. İslamninki birdan bir asosliq prinsipining birisi nima degan chog'da bir mu'min musulmon bir umr Alloh taologa ibodat qilib tavhid aqidasi ustida yashapti, lekin hayotining oxirida kofirlarga o'lib ketib qolgan bo'lsa, u yana baribir do'zaxga qilinib bo'lib ketadi. Do'zaxda mangu qilganlarning qatoridan bo'lib ketar ekan. Lekin bir odam umr bo'yi yomon ishlarni qilib to'yu, hayotning oxiri kelgan vaqtda shu musulmon altida La ilahe illalloh Muhammad Rasululloh degan tavhid aqidasini ustida o'lib ketgan bo'lsa, u jannat ahlidan bo'ladi ekan. Agar uning gunohi kabirlari bo'lsa qanday bo'ldi degan chaqda, gunohi kabirlarini shu qiyomat kuni Alloh xolisa kechirib o'tadi, xolis azoblaydi degan. Azoblangan taqdirdami? Endi azoblanib gunohlar tugandan keyin hammani do'zaxdan chiqadi deydi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allohning org'amchisiga esilinglar. Yine Allah'ın haqiqiy ravishda qo'rqinglar degan bo'lgan ekan, bu Allohdan haqiqiy ravishda qo'rqishninki tafsilotlari qanday bo'ldi degan chaqda biri Allohning arg'amchisiga chin esilish. Ya'ni Allohning arg'amchisi degan Allohning dini. Va la tafarraqu. Sizlar o'rilib ketmanglar. Ya'ni islomga kirgandan keyin tafarruq qilmanglar. Hammanglar Allohning arg'amchisiga, ya'ni Allohning diniga mahkam yepishinglar, ayrilmanglar. Yani sizlerden ilgili Yahudiler ve Nasaralar ihtilaf qilishgandek dinda ihtilaf qilishmanglar. Yani vala teferraku degan ma dinda ihtilaf qilishmanglar demoqchi bu yerda. Yani musulmon bo'lgandan keyin dinda ihtilaf qilishmanglar. Va zikru ni'matallohi alaykum. Va Allohning sizlarga ato qilgan ne'matini eslanglar. O'z vaqtida sizlar o'zaro dushman edinglar. Alloh dilinglarni birlashtirdi.
Allohning ne'mati bilan o'zaro qarindosh bo'ldinglar. Sizlar do'zax cho'qurining girvikida edinglar. Alloh sizlarni islom orqali uningdan qutqizdi. Sizlarning hidoyat tepishinglar uchun Alloh oyatlarini sizlarga shundoq bayon qiladi. Bu oyat yana Avs va Xazraj qabilasi haqida nozil bo'lgan nimachida ya ma'sharil Avs val Xazraj. İlgirki oyatda tönögün o'qigan darsda degan to'q Yahudiylarning bir qismiga ergashsanglar, ular sizlarni musulmon bo'lgandan keyin kofir qilib o'tadi degan oyat Avs va Xazraj qabilasi haqida nozil bo'lgan degan to'q. Demak, shu Avs va Xazraj qabilasi qarta Alloh taolo sizlar Yahudiylarga ahli kitoblarning bir qismiga ergashib qolsanglar, ular sizlarni dininglardan chiqarib o'tish uchun harakat qiladi deb kelib, yana sizlar Allohning sizlarga ato qilgan ne'matini eslanglar. U ne'mat nima desa, iz kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum. O'z vaqtida sizlar o'zaro dushman edinglar. Ya'ni musulmon bo'lishdan ilgari bir-biringlarga dushman holatdagi shunday insonlar edinglar. Fa'allafa degan ya'ni jami qildi Alloh taolo sizlarning qalblaringlarni islom bilan jami qildi. Fa asbahtum. Shuning bilan sizlar bo'ldinglar Allohning ne'mati bilan shu islomning iborat ne'mati bilan qarindosh bo'ldinglar. Diniy jihatda va bir-biringlarga ega bo'lish jihatda o'zaro qarindosh bo'ldinglar. Va kuntum ala shafa hufratin minan nar. Va sizlar yana o'z vaqtida musulmon bo'lishinglardan ilgari do'zax chuqurining girvikida edinglar. Hufra degan o'rak, shafa degan taraf debdi. Endi do'zaxning o'rakininki bir tarafida shu do'zax tushib ketay deb qolgan holatda shuna edinglar. Sizlarni Alloh taolo shu do'zaxning chuquridan qutqizdi. Nima bilan desa, iymon bilan qutqizdi. Shu do'zaxning chuquriga do'zaxning girvikida turgan oltinglarda sizlarni do'zax tushib ketish, sizlar bilan do'zax tushib ketishning orasida faqatla nima bor desa, kofir holatda o'lib ketishinglar bor. Ya'ni kofir holatda islom kelib sizlarni qutqizib qoldi. Agar islom bo'lmagan bo'lsa, sizlar kofir holatda o'lib ketgan bo'lardinglar. Shuning bilan do'zax tushib ketib, baxsizlardan bo'lib qoladinglar demoqchi bu yerda. Alloh taolo sizlarni islom bilan qutqazdi, mushtaqat ne'mat ato qildi. Allohning o'sha ne'matini sizlar eslanglar. Ammo yuqorgi oyatda vala tafarraqu dedimdi. Ya'ni islom din musulmon bo'lgandan keyin o'zaro tafriqchilik qilmanglar deb. Bu yerdagi tafriqchilik ma dinning usul haqida, dinninki tavhid borasida ixtilof qilishmaslik shuni ko'rsatimdi. Va havo yavisiga ergashmaslik. Mushu jihatda tafriqchilik qilmanglar deganni ko'rsatdi. Lekin ma furuat masalalarida, shaxsiy masalalarda ixtilof qilishish buni kirmaydi. Mesela fiqh meselelerde ihtilaf qilishиш bu el-ihtilaful mahmud o'ladimdi. El-ihtilaful mazmum emas. Fiqh jihatda nurg'un ko'z qarashlar bo'lg'achqa tarixda men shunga nurg'unlagan mazhablar borliq kelgan. Shuning hammasi islom dinininki oson, kengri din ekanligini bildirdi. Shun vala tafarraqu deganni ashta tushunsak bo'ldi. Dinninki usul, tavhid borasida ixtilof qilishmanglar. Havo hevesine erişip dinle kalaymakan özanlarına havo hevesiyle tolğananlar degan ma'ni tushunishimiz kerak. Hem keyingi oyatda vel takum minkum ummatu yad'una ilal khayr ve ya'muruna bil ma'ruf ve yenhauna 'anil munkar ve ulaika humul muflihun. Allah ilgili oyatda Allohning arg'amchisiga chin esilinglar deyildi. Hem de şu Allohning arg'amchisiga esilishninki qatorida nima desa, sizlarning ichinglardan bir ummat bo'lsin. Ular yaxshilikka chaqirdi, yaxshilikka buyurib, yomonlikdan to'sidi. Yine sizlarning oranglarda xayrlik ishlarga da'vat qiladigan, yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlarni man'iy qiladigan bir jamoa bo'lsin. Ayni shular maqsadiga erishguchilardir. Ilal xayri degan ya'ni islomga da'vat qiladigan, ham islom da'vat qilgandan keyin islom dinida nurg'unlagan emir fermanlari var. Allah Teala, Allah'ın Resulü bizne buyurgan emir fermanları var, to'sqan ishlar var. Şu Allah ve Allah'ın Resulü buyurgan ishlarga, ma'ruf ishlarga buyuradigan ve munkar, yomon ishlardan to'sadigan ashuna bir jamoa bo'lsin. Ve ulaika ashular, ya'ni shu yaxshilik islomga da'vat qilgan, yaxshilikka buyurib, yomonlikdan to'sib ishlab qilgan kishilar bo'lsa, ashular nijot topquchilardir.
faizullohning qatoridan faizullardir. Min vel takum minkumdiki min nimani bildirdi desa tabaizni bildirdi. Yani ba'zi degani. Sizlarning ba'zinglar degan ma'no chiqadi o chaqda. Sizlarning chinglardan bir qisminglar shunda emr ma'ruf nahy munkar qiladigan kishilardan bo'lsin degan ma'no chiqadi. Chunki bu zikr qilingan, tilga ilingan ishlar emr ma'ruf nahy munkar qilish degan bu ishlar farz kifoya bo'lib, butun ummatga u lozim bo'lmaydi deydi. Ummatning hammasiga lozim bo'lmaydi. Vala yaliqu bi kulli ahadin va hamma kishiga bu loyiq bo'ladigan vazifa emas. Xuddi johilga o'xshash. Din borasida hech narsa bilmaydigan odam uningga loyiq bo'lmagandek demoqchi. Yeni bir ko'z qarashda nima deyildi desa, zoida minkumki min bu ziyoda, uning ma'nosi yo'q deb shuna deyilgan ekan. Agar minkum ziyoda buning bu yerda ma'nosi yo'q deyilgan taqdirda qanday ma'no chiqadi desa, litakunu ummatan degan bo'ladi. Sizlarning hammanglar mushlar bo'lsin. Mushu men musulmon deydigan bir kishi bo'lsa, bularning hammasi shu yaxshilikqa buyurib, yomonlikka to'silgan vazifani ado qilish kerak degan ma'no chiqadi u chog'da. Bu hamda sal ig'irlik bo'ladi u chog'da, qattiqlik bo'ladi hamda. Balkim bu ko'z qarash to'g'ri bo'lishi mumkin. Har bir islom dinidan bir hadisni bilgan odam bo'lsin, bir oyatni bilgan odam bo'lsinmi, shuni yetkazish kerak endi. Shu oyat bo'yicha har bir odam o'zining toqati bo'yicha, toqat yetgan miqdorda amr ma'ruf nahy munkar buyrug'ini ado qilish kerak. Lekin cho'ng jihatdan ado qilish hamda shunga maxsus tayinlangan, shuni ahli bo'lgan kishilarga xos bo'ladi-da. ولا تكونوا كالذين تفرقوا sizlar dinida tafriqchilik qilgan kishilarga o'xshash bo'lmanglar. Vaqtalafu va ixtilof qilishdi min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ularga ro'shan hujjatlar kelgandan keyin ixtilof qilishgan. Ular kim desa yahudiylar, nasoralar. Ya'ni sizlar dinida tafriqchilik qilgan va ularga ro'shan hujjatlar kelgandan keyin ixtilof qilishgan kishilarga o'xshash bo'lmanglar. Yani Yahudi Nasaralarga o'xshash bo'lmanglar. Va ulaika lahum azabun azim. Shular bo'lsa, ularga nihoyatda cho'ng azob bordir. Yuqori degandek, bu yerdagi tafarruqchilik qilmaslik shu dinning usulida, tavhid borasida tafarruqchilik qilmaslikni ko'rsatadi. Shu Yahudi Nasaralar shu dinning tavhid borasida ixtilof qilishgan bo'lg'achqa, shuningda tafarruqchilik qilgan bo'lg'achqa dindan chiqib ketgan bo'ldi. Shun kofir holatda ularni kofir deyildi cho'ng'ishqa. Lekin dinning furuat masalalarida ixtilof qilishish bunga kirmaydi. Ro'shan dalillar kelgandan keyin oyilib ketishgan va ixtilof qilishgan kishilar, ya'ni yahudiylar va nasoralardek bo'lmanglar. Ana shular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida ba'zi yuzlar, ya'ni mu'minlarning yuzlari oqiradi, ba'zi yuzlar, ya'ni kuffarlarning yuzlari qariydi. Yüzü qarayganlarga farishtalar aytadiki, iymon etganlardan keyin kofir bo'ldinglarmi? Kofir bo'lganliklaringiz uchun azobni tetinglar. Yüzü oqarganlar Allohning rahmatida, ya'ni jannatda bo'ladi. Ular jannatda mangu qoladi. Bu Allohning oyatlaridir. Ularni ey Muhammad sana rost o'qib beramiz. Alloh jahon ahliga zulm qilishni xohlamaydi. Yawma tabyaddu wujuhu va taswaddu wujuh degan u kunda, ya'ni qiyomat kunida bir muncha yuzlar oqarib ketadi, ya'ni bir muncha yuzlar qarib ketadi. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ yüzü qarib ketgan insonlar kimlar desa, ular kofirlardir. Kofirlar bo'lib, ular do'zaxga tashlanadi. Ularga qaygan holatda shunday deyildiki, akafartum ba'da imanikum. Sizlar iymon etgandan keyin kofir bo'ldinglarmi? Sizlardan ahd misoq olgan kunida iymon etib bo'lgandan keyin kofir bo'ldinglarmi? Shunlashqa faduqul azaba bima kuntum takfurun. Ashlar kofir bo'lganliklaringiz uchun azobni tetinglar. Ya'ni kofir bo'lganliklaringizning sababi bilan deb ashlar deyildi ekan.
وأما الذين ابيضت وجوههم أما yüzleri aqrib ketgan insonlar kimlar desa ular mu'minlar. U mu'minlar bo'lsa Allohning rahmatida bo'ladi. Ya'ni jannati bo'ladi. Ular shu jannatlarda jannatda mangu qolg'uchilardir. Yani Alloh taolaning toatiga oldirgan, Alloh buyurgan ishlarni qilib chekilgan ishlardan yongan va oxirat o'lib ketgan vaqtda iymon bilan ketgan insonlar mana bu qiyomat kuni yuzlari oqargan insonlar. Oshlar bo'lsa Allohning rahmatida bo'ladi, jannatda bo'ladi deydi. Alloh taolo hammalarni shu do'zax ahlidan bo'lishdan saqlasin, o'zining jannatiga muyassar qilsin. Tilka ayatullohi natluha alayk. Shu, yine biz yuqorqi oyatlar Allohning oyatlaridirki, tilovat qilib turibmiz uni sana ey Muhammad alayhisalom haq bilan. Va mallohu yuridu zulman lil alamin. Alloh olamlarga zulm qilmaydi. Alloh olamlarga zulm qilishni iroda qilmaydi. Qandoq desa, bi an ya'khudahum bighayri jurmin. Ularni gunohsiz jazolash bilan zulm qilishni iroda qilmaydi deganlik bo'ldi ekan. Valillahi ma fis samawati va ma fil ard. Osmonlardagi, zemindagi hamma narsa Allohga xosdir. Podshohlik jihatda, yoritish jihatda va qulluq qilish jihatda hamma narsa Allohga xosdir. Hamma narsa ishlarning hammasi Allohga qaytadi deydi. Oxir berib hamma narsa shu Allohning tarafiga qaytadi. Yani osmonning koinotdagi hamma narsa, osmonlardagi, zemindagi hamma narsa Alloh taolaning mulki, Alloh taolaning qullari. Alloh taolo shu osmon zaminda o'zi xohlagancha tasarruf qiladi. Alloh taolo xohlagancha tasarruf qiladi degan chog'imizda Alloh o'zining unida hikmat bo'lgan bandalar uchun yaxshilik va bandalarning manfaati bor bo'lgan narsani xohlaydi deydi. U Alloh taolo hamma narsaga qodirdir. Alloh taolo yana zulm qilishdan behojat. Bandalarga hargiz zulm qilmaydi. Nima uchun desa, hamma narsa Alloh taoloning changilida va Alloh taoloning tasarruf qilishi ostida bo'lganligi uchun Alloh taolo zulm qilishdan behojatdir. Shunga har qanday bir maxluqot uchun Allohning g'ayridan so'rishi va Allohning g'ayriga ibodat qilishi durust bo'lmaydi. Ular faqatla shu Alloh taolodan so'rgan chaqda Allohdan so'rish kerak, Allohga ibodat qilish kerak, Allohning g'ayriga ibodat qilmaslik kerak. Mushtaq qilish vojib bo'ladi deb tushundik. Bir hadisda bor. Allohu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Deb shu duoni o'qisa, u odamning g'am qayg'u ko'tarilib ketadi. Alloh taolo uning g'am qayg'uni ko'tarib o'tadi. Ya'ni Alloh bo'lsa mening Rabbimdir. Men Allohga hech narsani sherik keltirmayman. Ya'ni Allohdan butun hamma botil ilohlardan yuz o'rib, men faqat bir Allohga yuzlandim. Allohdan boshqa hech qanday parvardigor yo'q, koinotda tasarruf qiluvchi yo'q. Men Allohga hech narsa sherik keltirmayman deb butun qalbimizni Allohga yuzlangan bo'lgandikan biz. Shu bir ikki og'iz kalim bilan Alloh taolo bizning qalbimiz, beshimizdagi g'am qayg'ularning hammasini ko'tarib o'tgan chog'da. Alloh taolo hammalarning beshimizdagi g'am qayg'ularni ko'tarib o'tsin. Dunyo va oxiratda saodatmanlarning qatoridan bo'lishimizga nasib qilsin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Subhanakallohumma bihamdik astaghfiruka va atubu ilayk.